Xorazmda Ardaqiyevda 9 tonna palovni pishirish jarayonlari boshlandi. Hozir qaysi masalliqdan chal ishlatildi? Bosh oshpazlardan biridan intervyu olamiz qisqacha. Assalomu alaykum og'a, chakkamiz, yaxshi qarman. Og'a necha xil mahsulot ishlatildi va necha kilodan yoki bo'lmasa tonnadan? Xorazm palovida 7 xil masalliq ketadi. Shunga hammasini masalan yog' 650 litr, go'sht 2 tonna 200, piyozimiz 200 kg, sabzimiz gasini aytadigan bo'lsak 2 tonna 500. Keyin brunch 2 tonna 200. Mayizni aytdik. Şimdi masalliqlarimiz ishlatildi. Haqiqiy Xorazm palovi bo'ldi. Haqiqiy Xorazm palovi bo'ladi. Endi yana bir savol bor, qarang, bugun 9 tonna palov pishadi-ku. Bu O'zbekiston bo'yicha rekordmi yo Guinness rekordi bo'yichami? Bu O'zbekiston bo'yicha rekord. Guinness rekordi 7 tonna. Nasional Bahriddin Chusti jamoasi, Abdumajid ustozlarim bilan birga. Bu rekordni hali yangilangan odam yo'q. Axir bugun 9 tonna pishadi-ku, necha rekord ekan bu? Bu aytyapman-ku, O'zbekiston bo'yicha bo'lishi mumkin, lekin Guinness rekord bo'yicha Bahriddin Chusti jamoasi. Ha, u O'zbekiston bo'yicha bo'lib turibdi, lekin Guinness bo'yicha alohida o'zining nalari bor. Vana kerak, ma'lum qilinishi kerak, aytilishi kerak. Qoidalari bor. Lekin bugungi pishayotgan O'zbekiston bo'yicha haqiqiy 9 tonna rekord. Endi yana bir savol bor. Bugun havo sovuq, men o'zim hozir shunday yarim soat turib, onning so'qish ketdim. Siradan chiqqinchilik bo'lib turibdi, og'a. Endi 9 tonna palov katta qozonda pishadi. So'qish turibmiz, endi havoni go'tkisiz, bugun chal yomonroq, lekin qozon yonida bosadi, olovni tafti yonida chidab bo'g'isiz, lekin shu xalqimizga mazali palov yedirish maqsadida chidab shu mehnatlarni qilib turibmiz. Keyin yana bir savol bor, sizni o'zingizni eng ko'p pishirgan palovingiz necha kilo? Men eng ko'p pishirganim, buni xalqimiz o'zi biladi. Admin palovda yana o'z yonida 300 kilo palov bosganman. Hozir bu undan 10-15 barobar qiyinchilik berib turibdi, lekin shundan Xudoga shukr, masalan, oshpazlar Xorazmdan 40 ta oshpaz yanada ko'pmiz. Hammasi mohir oshpazlar bo'lgandan keyin shular bilan qo'sh qanot bo'lib, Samarqanddan kelgan 15 ta oshpazni delegatsiya bilan birgalikda hamjihatlikda ishlattiribmiz. Toshkentdan oshpazlar uyushmasidan kelganlar 6 dona vakilimiz, toliban akalarimiz. Xo'p. Asog'a Xudo xolasa jarayonlaringizga xalaqit bermaylik. Biz chetdan kuzatishni davom etamiz va Xudo xolasa tayyor bo'lgandan keyin siz bilan yana bir qisqacha intervyu etamiz, ya'ni Tayvan holatini. Asog'a ishlaringiz rahmat, charchaman. Sizdan vaqtingizni olaman. Sog' bo'ling. Omon bo'ling.